darsni mazmunini birinchi boshlagan shiftasini hal qilyapti gap ko'radi. Rangli degan so'z va qo'shma degan so'z. Rangli metal degani nima ekan o'zi? Nega rangli metal deyilar ekan? Nega rangli metal keldi? Nega rangli metal deb atalar ekan? Nega rangli metal deb atalar? Qaranglar. Tarkibida nega rangli metal deyiladi? Rangli metal deysizlar, boshqa deysizlar, demak keltirishda demak rangli metal degani bo'ladi. Nega o'rtada? Tarkibida metal tarkibida 2% dan ham past temir moddasi 2% dan ham past temir moddasi kam bo'lgan moddaga rangli metal deyiladi. Ana sizlar o'sha joyni bilib ketamiz. Mana rangli metalni nega mana ko'rdingizmi? Rangli metaldan nima aytiladi? Mana tarkibida temir kam bo'lgan yoki juda kam miqdorda bo'lgan metal moddaga demak nima deyiladi ekan? Rangli metal deyiladi. Demak metal demak buni oladigan bo'lsak, temir moddasi nima bo'lar ekan? kam bo'ladi. Temir moddasi kam yoki bo'lmaydi. Demak, mana tarkibida temir moddasi kam va bo'lmagan moddalarga demak rangli metal deyiladi. Ana hozir rangli metal endi qotishma degani qotishma